Inson zoti g'oyib bo'lgan kimsasiz mehmonxonani tasavvur qiling. Va aynan shu joyda qachonlardir 1000 kishiga yaqin insonni sig'dira oladigan bino qurilgan edi. Bu Chorsu mehmonxonasi. Videoga like bosish sizdan chiqmasin, chunki mana shu oddiygina harakat orqali qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turishingiz mumkin. Do'stlar, hammaga salom. Videoni boshlashdan oldin bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Video o'zi aslida 2024-yilda suratga olingan edi. Hozir 2026-yil, bino allaqachon tarixga aylangan, ya'ni hozirda yo'q. O'zim esa shaharlik bo'lganim uchun yoshligimdan shu binoni ko'rib katta bo'lganman. Lekin qanchalik binoning ichida nima borligi va qanaqa holatdaligiga qiziqsam ham buni bilolmas edim. Fursatdan foydalanib ushbu videoni olishda menga yaqindan yordam bergan o'rtoqlarim Muhammad Amin va Muhammad Sodiqqa o'zimning shaxsiy minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning yordamisiz bu deyarli imkonsiz bo'lgan bo'lardi. Hozir ko'radigan tasvirlaringiz ehtimol Chorsu mehmonxonasining so'nggi kadrlari bo'lishi mumkin. Va bu videoni kelajak avlod uchun tarixiy video qilib YouTube sahifamga joylayapman. Hammangizga maroqli tomosha tilayman. Xo'sh, unda nima sababdan mehmonxona tashlandiq holatga kelib qoldi? Barchasi tarixda yashiringan mehmonxona qurilishi 1970-yillarning oxirida boshlanib, 1982-yilda yakunlangan va foydalanishga topshirilgan. Dastlab bino ochilgan vaqtda Moskva deb nomlangan, keyinchalik uning nomi joylashgan hududiga moslab Chorsu deb o'zgartirilgan. Bino 23 qavatdan iborat bo'lib, o'z vaqtida 1000 kishini qabul qila olgan. 2000-yillarning boshida taxminan 2004-2005-yillarda mehmonxona faoliyatini butunlay to'xtatgan. Binoni rekonstruksiya qilish bo'yicha bir necha bor urinishlar bo'lgan, lekin ishlar oxiriga yetkazilmagan va shu sababdan tashlandiq holatga kelib qolgan. Keling, videoni kayfiyatini o'zgartirib, tashlandiq binoni qo'yib turamiz. Men sizga yana ham chiroyliroq manzarani ko'rsatmoqchiman. Ona shahrim Toshkentning tepadan ko'rinishi.
Videoni shu joyigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Videoni maksimal darajada uzoq muddatga yetadigan qilib tayyorlashga harakat qildim. Kanalga obuna bo'lib, bizani qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolgan bo'lardim. Bizlar bilan hamkorlik qilish istagida bo'lgan insonlar uchun videoni tagida va kanalimizning biosida bizlar bilan bog'lanishingiz uchun kerakli manzillar qoldirilgan. Videoni ko'rish uchun ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Abdulaziz Films bo'ldi.